Qirg'izcha brendga taklif bilan yozgan videomdan keyin har xil kommentariyalar bo'ldi. Men o'zi bilardim, bu narsa o'zi tak olamonning ichiga g'ulg'ula solish uchun qilinadi-yu. Biz blogerlar aslida juda iflos qavmdanmiz, tak что buni bilib olinglar. Sizlarning asab sistemanglar bilan o'ynash aslida bizning asosiy ishimiz. И bir xil yozyapti, что tekinga narsa oladigan lo'liga o'xshaysan, balo, и что? Da, men tekin xo'rman. Nima qila olasan? То есть da, men tekinga narsa olishni yaxshi ko'raman. И maza qildim. Somsani ham maza qildim. Sushi, cheesecake, и что? Nima qila olasan? Da, men shunaqa tekin xo'rman, da. Bunaqa xatirlar bilan olishib, chim ularga o'zingni tekin xo'rmasligingni, lo'limasligingni, o'zingni ham puling borligini isbotlashdan ko'ra, shu faktni tashlagan ming marta yaxshi. Da, men tekin xo'rman, tekinga brendlardan narsa olib yeyishni yaxshi ko'raman va sandan farqli ravishda ular menga tekinga ovqat jo'natishi uchun hatto bitta sababi bor. Так как meni auditoriyam bor. И men obzorlarni zo'r qilaman. Itcho. Mana xursand bo'lib ketaman. Tasavvur qiling. Siz tanimagan odamlar sizni tanishadi va ular sizni besabab yomon ko'rib, sizga energiyasini, sizga nisbatan asabini ishlatadi, sizga nisbatan e'tiborini ajratadi, lekin siz ularning dasha borligini ham bilmaysiz. Господи. Oy, mashinamni o'qib qilishim kerak ekan. Chitmamlar g'alati bo'lib qopti. Mashinamni o'qib qilishim kerak ekan. To'moki bor kelinglar biza. Nima deysizlar? Most mo'ykani ham tekinga gaplashib ko'rarmiz. Barter asosida. Mana zikrimni yub berasizlar. Men sizlarning storiesini reklama qilib beraman.